Koreyada o'zbeklarga yordam berib yurgan Avazbek akamga bo'layotgan tuhmatlar, bo'xtonlarni ko'rib, mana shu aroqni ichib, bitta guldek qizni hayoti parcha-parcha bo'lib ketdi. Mo aynida qaranglar. Mana bir narsa odimga keldi. U ham meni gapim emas. Ibn Jabziy rahimahullohning gaplari. Aytadilarki, kim musulmonlarning aybini ochsa, kim ichgan buni? Shuncha o'tirganligingda ekan. Shu qizmi? Ha? O sigaretni kim chekkan? Shu qiz chekkanmi? kavlashtirsa, Ro'za tutarmidi? Ro'za ham tutadi, aroqni ham ichadi. ishi mana shu bilan shug'ullanadigan bo'lsa deydi. Lekin ayolingiz emas-da u qiz. Qo'pol qilayotganda o'ynashingizda endi. Alloh taolo o'sha bandani o'limi payti tilini shahodat kalimasini to'sib qo'yadi deydilar. Nima uchun? U ayib qidirgan til bo'lganligi uchun. Ana nima? Yaqinroq oling. Yaqin ko'rsating. Harom yurganligingizni mana isboti bilan. Nima uchun? U ayib oqtargan, g'iybat qilgan, bo'xton qilgan. Davay, sharmanda qilish bo'lsa, davay, sharmanda qilish bo'lsa, sharmanda qilinglar, davay. Rasmi bormi shuni? Rasmi bormi internetda chiqqan uni? Rasmi bormi tarqatinglar. Tarqatinglar. Qani, bormi? Fohisha challenge qilib tarqatinglar-chi nima bo'lar ekan? Do'stlarini, birodarlarini sharmanda qilgan til bo'lganligi uchun. Qarsga tegib kelib, bu bola bilan o'ynab yurgan, 2 yil yashab yurgan, mana mana shu yashashgan, benikoh yashab yurishgan. Endi harom xarij yurganda orqali. Do'stlar, shuning uchun bo'layotgan tuhmatlarga sherik bo'lib qolmang. Mana shunday bo'layotgan videolarni qo'llab-quvvatlamang. Kommentariyada bo'lsin, storieslarda bo'lsin. Bu ham mana shu bo'xton qilayotganlarga bab barobar sherik bo'ladi.